BYD gibrid mashinamizga propan sinovga qilib bermoqdamiz. Bunga qo'yilgan jihozlar Avansi 32 ga tur plug uправленияsi, italyanskiy farsonka, ko'mlik, original, Nordic original reduktor. Fragment anrazivlar bilan sinib qo'yilmoqda. Orqa qismiga qo'yilayotgan balonimiz 65 talik silindr balon bilan sinovga qilib beramiz bunga. Qolgan mashinalarımizga metan, propan sinovga bo'lmoqda birinchidan. Kimga agar mana shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, Metan Masterimizga aloqaga chiqasiz. Ekranlarda nomer qoldiramiz.